Ozon, Wildberries, Yandex Market haqida ozginagina ma'lumot bermoqchiman. Ko'p kishi deyarli bu narsani tushunmayapti, bu sohani tushunmayapti do'stlar. Men shu narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Marketplace'lar degan narsa bor. Marketplace'larda ichiga bu Ozon, Wildberries, Yandex Market, AliExpress, misol Play Marketda o'zining ham marketplace'i bor, Facebookda o'zining ham marketplace'i bor, VKontaktening ham o'zining marketplace'i bor. Bu narsa nima? Siz misol производительsiz, liba siz aptopshiksiz, liba siz tovarni biznes bilan shug'ullanasiz. Lekin offlaynda shug'ullansangiz ham bo'ladi, hamda onlaynda shug'ullansangiz ham bo'ladi. Offlayn bu deylik, siz bir joydan tochka olasiz, arendaga magazin ochasiz, telefon, aksesuar, например, yoki adejda qo'yasiz, liba boshqa tovarlarni sotasiz. Bu offlayn magazini bo'ladi. Onlayn magazini esa bu AliExpress, Amazon, Wildberries, Yandex Market, Ozon degan plashatkalar bor. Bu plashatkalarda auditoriya juda ham katta. Misol deylik, siz offlaynda magazin ochsangiz, offlaynda faqat o'sha rayon ko'radi, o'sha muhit ko'radi sizni va o'sha yerdan o'tgan odamlar sizni ko'radi. Agar siz onlaynda ochib savdo qilmoqchi bo'lsangiz, agar siz Amazonga kirsangiz, siz butun jahonga tovaringizni sotishingiz mumkin. AliExpressga kirsangiz ham butun jahonga tovaringizni sotishingiz mumkin. Agar siz Ozonda, Wildberriesda, Yandex Marketda tovar sotmoqchi bo'lsangiz, liba uzun marketda tovar sotmoqchi bo'lsangiz, sizda 8 ta 9 ta davlat tovaringizni sotib olishi mumkin. Bu degani auditoriya juda ham katta, 24 soatga 7 ishlaydi. Agar siz misol offlaynda magazin ochsangiz, offlaynda esa siz atigi 12 soat ishlashingiz mumkin. Ne bo'li, agar siz торговый sentrdan liba ko'chadan ochgan taqdiringizda ham siz 24 soat ishlay olmaysiz. Agar siz onlayn magazinga kirib savdo qilmoqchi bo'lsangiz, 24 soat sizni tovaringiz mijozga ko'riladi va hamda sotiladi. Shu narsani men sizlarga yetkazib bermoqchi edim. Agar kimgadir qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Bizada shkolamiz sizlarga yordam beradi.